Mana kerakli uzunligicha to'qib keldim. Birinchi boshida mana rezinkamizni to'qiganimizdan keyin 37 qator qo'ltiq qismigacha to'qib keldik. Mana 37-qatorimiz, mana bu qatorimiz bo'ladi. Uzorimizni 37-qatori. Keyin bu qatordan boshlab biz mana bu qo'ltiq qismini 9 ta petlyamizni qisqartirib, yana 6 ta petlyamizni ichiga kirgizib to'qidik. Bu tomondan har 4 qatorda bir marta o'ng tomonda birinchi qatorimizda uzorimizni birinchi qatorda qisqartirdik. Shu qisqartirish bilan to'qiganimizda mana bu qatorimiz, mana bu 37-qatorimiz uzorimiz bo'lsa, boshlangan qatordan boshlab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana shu 10-qatorgacha mana oxirgi qisqartirishimiz shu qatorda bo'lgan. Shu qatorgacha qisqartirib kelganimizdan keyin yana 1 2 3 4 5 6 qator yana uzor to'qib keldim. Общий mana shu 37-qatorimizdan qo'ltiq o'yinimiz boshlangan bo'lsa, undan keyingi qatordan boshlab общий 16 qator uzor tishimizni to'qib kelamiz. Aytganimdek 26 ta petля, mana bu bitta plankamizni hisoblamasdan, bu yerda 9 ta petlyamiz. Bu petlyamizni hisoblamasdan faqat mana shu o'zi petlalarimiz 26 ta petля qolganida mana bu 10-qatorimizda mana bu yerda sanaganimizda mana birinchi qatordan sanaganimizda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-qatorimizga kelganimizda bizda mana shu yerda 26 ta petля qoladi. 26 ta petля qolgandan keyin biz qolgan qatorlarimizni qisqartirmasdan to'g'ri oddiy qilib uzorimiz bo'yicha to'qib ketamiz. Har 4-qatorda qisqartirmaymiz. Shu 26 ta petlyani yana 6 ta qator to'qiladi. Общий 16 qator qo'ltiq o'yinisidan boshlab to'qib kelganimizdan keyin 16 qator to'qib kelamiz. Mana bu yerda oxirgi 4-qatorimiz iznanchniy qatorda to'qiladi. Keyin bir marta лицевой, bir marta iznanchniy to'qib keldim. Endi bu yerda biz petlalarimizni yelka petlasini bekitishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu yerdan hozir 9 ta petlani bekitamiz, to'qib kelamiz. Yana orqaga qaytib to'qiganimizdan keyin bu yerda yana 9 ta petlani bekitaman. Yana qaytib kelgandan keyin bu yoqacha kelib yana 8 ta petlani to'qib shu yerda to'xtaymiz. Keyin ikkinchi tomonini ham to'qiganimizdan keyin mana bu petlalarimizga birlashtirishimiz uchun bu tomonimiz qoladi. Buni keyin tushuntiraman. Hozir birgalikda to'qiymiz. Общий masalaga aytganimdek, pasi qo'ltiqqacha 37 qator 37 tish bo'ladi. Qo'ltiqdan tepasi 16 tish bo'ladi. Hozir masalaga buni santimetr bo'yicha ham aniq aytib ketaman, chunki santimetr bo'yicha o'zingizlarga to'g'ri kelish kelmasligini o'lchamini olishinglar mumkin. Agar bundan yo uzunroq yoki kaltaroq xohlasanglar, shu santimetr bo'yicha o'lchamiga qarab bemalol o'lcham chiqarishinglar mumkin. Mana bu rezinkasidan boshlab hozir men qo'ltiq o'yindisigacha santimetrini aytaman, keyin qo'ltiq o'yindisidan yelkagacha, yelkani mana shu yerda уже bekitishni boshlaymiz. Yelkagacha bo'lgan uzunligini ham aytaman. Xohlasanglar kaltaroq qilib to'qishinglar mumkin, xohlasanglar yana ham uzunroq qilib tizadan qilib yoki tizadan sal teparoq qilib to'qishinglar mumkin. Bu o'zingizlarning xohishingizga ko'ra. Ipimiz sal ko'proq ip ketadi. Biz boshlaganimizdan sal men 5 ta ip bilan boshladim. 5 ta ipimiz rovna yetadi. Ko'proq to'qimoqchi bo'lsanglar, uzunroq qilib ko'proq sal ipimiz ketadi. Hozir men sizlarga o'lchamini ham beraman, keyin birgalikda bitiramiz. Bo'yini mana qo'ltiq qismigacha boshlaganimizgacha bo'y uzunligini общий mana hisoblaganimizda hozir 50 santimetr manda, mana 50 santimetr chiqyapti. Ko'rayotganingizdek mana. Endi bu hozir bu to'qiganimiz hali mana o'zini joyida turibdi. Bu cho'ziladigan uzur, mana bunaqasiga ham cho'ziladi. O'shaning uchun yuvilgandan keyin
salgina уже cho'zilishi ham mumkin, razmeri bo'yi o'zgarishi mumkin. Hozir men sizlarga mana qo'ltiq o'yindisini mana bu boshlangan joyidan ko'rsataman. Bu mana 20 santimetr, mana bu boshlangan joyimizdan yelkagacha 20 santimetr rovna. Bu mana bu hozirgi biz plankamiz bilan hisoblaganimizda 53 santimetr, plankamiz 3 santimetr chiqadi. Mana plankamiz 3 santimetr mana. Hozircha mana shu, keyin yana to'qiganimizda bitgancha sizlarga aniq yana belini hammasini o'lchamlarini berib ketaman. Hozircha mana bu yelka qismini bekitib, ikkinchi tarafini to'qishga boshlaymiz. Hozir mana bu yerda ikkita petlamizni bitta qilib bekitamiz. Spitsamizga petlamizni qaytarib, yana ikkitasini bitta qilib bekitamiz. Yana ikkitasini bitta qilib, xuddi shunaqa qilib mana shu plankamizni 9 ta petlasini bekitib olamiz. Mana 9 ta petlamizni hozir bekitib oldim. Plankamizni mana qo'ltiq o'yindisidagi plankamizni bekitdik. Endi hozir oxirigacha to'qib kelamiz. Bu 16-qatorimiz, mana bu qatorimiz. Undan keyin aytganimdek bitta litsevoy, bitta iznanchni to'qib kelganimizdan keyin bu hozir uzorimiz 3-qatori, yana hamma petlalarimiz litsevoy to'qiladi qatorimiz oxirigacha. Mana plankamizni 9 ta petlasini to'qiymiz. Keyin orqa tomondan yana uzorimiz 4-qatori, uzorimiz bo'yicha to'qib ketamiz. Ikkita petlani to'qmasdan oldin лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Endi uzorimiz bo'yicha yana to'qiymiz. Изнаночный, tegi petladan лицевой, изнаночный, tegi petladan лицевой. Qatorimiz oxirigacha xuddi shunaqa qilib 4-qator uzorimiz to'qib kelamiz. Mana лицевой petla bilan to'qidim. Oxirgi petlani to'qimasdan olaman. Chunki oxirgi petlani to'qimasdan olsak, to'qiganimizda trapetsa bo'lib to'g'ri ketadi. Mana bu yerda bilinib qolmaydi. Mana bitta qilib yana 9 ta petlamizni bekitib olamiz. Oxirgi petlarimizni bekitdik. Endi yana hamma petlalarimizni mana uzorimizni bu 1-qator hisoblanadi. Uzor bo'yicha to'qib kelamiz. Bu yerdagi mana yana plankamizni 9 ta petlasini to'qib olamiz. Ikkita лицевой mana plankamizni.
Endi orqa tomondan yana mana orqa tomondan yana to'qib kelganimizdan keyin oxirida mana bu oxirgi petlyamizni yana bekitib olamiz. 3 ga bo'lib oldim men. 9 ta 8 ta qilib 3 ga berib bo'lib oldim. Mana bu plankamizni birinchi, ikkinchi tomonimiz qoladi, bo'yin tomoni. Uzorimiz ikkinchi qatori iznanishni to'qiladi. Hamma petlalarimiz iznanishni to'qib kelamiz. Oxirgi petlamani to'qimizdan oldim. Oxirgi petlamizni to'qimizdan olganimiz mana bunaqa mana to'g'ri chiqib ketishi uchun bilinmay qoladi, bilinmaydi, tekis bo'ladi. Ikkita petlani bitta qilib qolgan petlamizni ham bekitib olamiz. Mana akkuratniy qilib bekitib oldik. Yelkani o'yindisini endi mana bu 9 ta petlani bekitmayman. Narigi oldi tomonimizdan aylana kelganda bu tomonini birgalikda tikib boramiz. O'shaning uchun xohlasanglar bekitib olsanglar ham bo'ladi. Tikib ketish uchun farqi yo'q. Men ochiq qoldiraman. Keyingisini to'qib kelganimda birlashtirib spitsada birdaniga tikib olaman. O'shaning uchun bunisini hozir xohlasanglar to'nog'ichiga, xohlasanglar отдельно spitsaga olib qo'yasizlar va ipimizni kesib bu tomonini olib qo'ysak ham bo'ladi. Отдельно spitsaga olib qo'ydim. Mana отдельно spitsaga olib ipini kesib oldim. Endi buni olib qo'ysak ham bo'ladi. Bu tarafimizni ikkinchi xuddi shuna qilib ikkinchi oldi tomonini to'qiymiz. Ikkinchi oldi tomonimiz faqatgina xuddi shuna qilib rezinkasini to'qib olamiz. Petlamizni 53 ta petlamizni terib, xuddi shuna birga bir rezinka to'qib olganimizdan keyin rezinkasini faqatgina bu tomondan to'qiymiz. Biz bu tomondan rezinkasini olamiz. Uzorini bu tomonga xuddi shuni ikkinchi tarafini shunaqa to'qib olishimiz kerak. Hozir spitsamizga 53 ta petlamizni terib olamiz. Keyin yana birgalikda men sizlarga hozir yana boshidan ko'rsataman. Chunki bu tomonimizda tugmamiz bo'ladi. Ikkinchi tarafimizda hozir men hisoblayman. Har nechta qatorda biz tugma qo'yishimiz kerak. Chunki bu litsevoy bo'lgani uchun litsevoyda sanolmaymiz, lekin mana bu uzorlar bo'yicha har uzorda nechta uzorda petlamiz tushishini men belgilab chiqaman. Keyin bu tomonini to'qiganimizda tugmasini birdaniga to'qishni boshlaymiz. Hammasiga tugmasini uzunasiga tugma ochilish yo'lini ham to'qilishini ko'rsatib ketaman. Birdaniga to'qib ketamiz. O'shaning uchun hozir spitsamizga 53 ta petlamizni terib olamiz va birgalikda yana to'qishni davom ettiramiz. Spitsamizga ikkitasini bitta qilib 53 ta petlamizni yana terib olamiz. Xuddi shuna qilib xuddi shu qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shuna qilib 12 qator birga bir rezinka bilan to'qiymiz. Mana birinchi petlani to'qimasdan oldim. Ikkinchi petlamizni litsevoy to'qiymiz. Faqat bu yerda aylantirmasdan to'g'ri to'qib oldim. Keyingi qatordan aylantirib, keyingi petlani aylantirib to'qiyman. Osonroq bo'lsin deb aylantirmasdan to'qdim. Mana keyingisini aylantirib, petlamizni orqa tomondan aylantirib spitsamizga mana qaytardik. Litsevoy qilib to'qib oldik. Iznanchni to'qiymiz.
litsevoyimizni yana orqa tomondan olib, aylantirib, spitsamizga qaytarib to'qib olamiz. Yana iznanishni petlyamizni to'qiymiz. Litsevoyimizni yana orqa tomondan aylantirib petlyamiz olib chiqib, spitsamizga qaytarib oldi devordan to'qib olamiz. Xuddi shuna qilib hamma petlalarimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Aytganimdek, birinchi petlyamiz кромочный petlyamiz, ikkinchisi litsevoy, iznanishli, litsevoy, iznanishli, litsevoy, iznanishli qilib qatori oxirigacha to'qib kelamiz. Qatori oxirigacha to'qib keldim. Mana xuddi shuna qilib rezinkamizni, bir gap rezinkamizni to'qib oldik. Endi hozir 3-4 qator to'qib, maslaga aniq qaysi qatorda tugmaga teshik ochishini aytib ketaman, ko'rsatib ketaman. Xuddi shu yerda hisobimiz bo'yicha hozir 6-qatorda, примерно 6-qatorda tugmaga teshik ochish boshlashimiz kerak. Hozir ozgincha to'qiyman, keyin birgalikda yana davom ettiramiz. Tugmaga birinchi teshikni ochamiz, keyin har 8 qatorda hozir masalaga aniq hisoblab, aniq o'lchamini necha qatorda tugmaga teshik ochishimizni birgalikda ochamiz. Tugmaga teshiklarini hisoblab oldim. Mana bu birinchi qatorimizdan boshlaganimizda, birinchi boshidan 6 qator rezinkamiz 12 qator bo'lsa, 6 qatoridan keyin boshlaymiz tugmaga teshik ochishni. Keyingisini 1 2 3 4 5, mana 5-qator. Keyingisi har 8 qatorda 1 2 3 4 5 6 7 8-qator mana belgilaganimiz 1 2 3 4 5 6 7 8-qator yana belgilaganmiz. Xuddi shuna qilib mana 1 2 3 4 5 6 ta tugmaga teshigini belgilab chiqdik. 6-chisi mana bu to'g'ri birinchi qisqartirishni boshlagan, 3tasini bitta qilib qisqartirgan qatorimizga markerimizni qo'yib olamiz. Endi mana hozir men 6 qator to'qib keldim. Endi hozir buni ikkita petlali qilib ochaman. Men katta qilmayman. Tugmalarga qaraysizlar. Kichkinaroq tugma bo'lsa, kamroq, kattaroq tugma bo'lsa, ko'proq qo'shimcha petla qo'shishimizga to'g'ri keladi. Hozir mana birinchi petlamizni to'qiymiz, ikkinchisini to'qiymiz. Mana ikkita petla 3 4. 4 ta petlamiz, mana bu 5-petlamiz. 5 ta petlamizni to'qib oldim. 5 ta petlamizni to'qib oldim. Endi 5 ta petlani to'qib oldim. Orqaga qaytamiz yana. Orqaga qaytib 2 petlani to'qimayman. Bitta qator borib keldik. Bitta bo'ldi. Endi bu ikkinchisi. Nechta qator to'qigan bo'lsangiz, shuncha petla qo'shasizlar. Shunga qarab tugmaga teshik ochamiz. 2 ta 3 4 5. Endi yana orqaga qaytamiz. Mana ikkinchi qatorimiz. Общий 4 qator bo'ldi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta qator bo'ldi. Mana 4 ta qatorimiz. Endi hozir mana bu yerda biz orqaga to'qishni davom ettiramiz. Mana 2 ta petlamizni birinchi boshidagi 2 ta petlani to'qib oldim. Bitta iznanishni, bitta litsevoy, bitta iznanishni to'qib oldik. Endi bu tomon bilan bu tomon mana razницasi bo'ldi. Endi hozir men 2 ta воздушный petla qo'shib oldim. Keyin davom ettiramiz. Qatorimiz oxirigacha mana bu yerda teshigimiz turibdi, 2 ta воздушный petlamiz turibdi. Biz qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Uzorimiz bo'yicha. Qatorimiz oxirigacha uzor bo'yicha to'qib keldik. Orqa tomoniga yana xuddi shu joyigacha petla olgan joyimizgacha yana uzor bo'yicha to'qib kelamiz. Bu ikkinchi qatorimiz.
bitta qator to'qidik o'ng tomonda, ters tomonda ikkinchi qatorimiz. Qatorimizni oxirigacha to'qib keldik. Qatorimiz oxirida mana oxirgi iznanchniy petlyamiz qoldi. Shu iznanchniy petyani yonidagi mana bu petyani qo'shimcha ikkita petya olgandik. Shu qo'shimcha petyamizni yoni ikkitasini bitta qilib hozir iznanchniy qilib to'qiymiz. Mana ikkitasini bitta qilib to'qib oldim. Bitta qo'shimcha petyamiz ketdi, bitta qo'shimcha petyamiz qoldi. Endi yana orqaga qaytib, bu tomonda 4 qator to'qigandik. Bu qatorda ham xuddi shunaqa qilib 4 qator borib kelib to'qiymiz. Shunda qatorlarimiz teng bo'ladi. Yana qator oxirigacha uzor bo'yicha bitta лицевой, bitta изнаночный bilan to'qib kelamiz. Qatori oxirigacha to'qib keldik. Endi bu tomondan ham yana xuddi shu ikkinchi mana bu qo'shimcha petyamizgacha uzor bo'yicha yana to'qib kelamiz. Лицевой petyamiz, лицевой, изнаночный petyamiz, изнаночный qilib rezinkamizni to'qib kelamiz. Mana 4-qatorimizni to'qib keldik. 4 qator mana bu tomonda to'qigandik. Borib kelib to'qiganimizdan keyin ikkita воздушный petya qo'shib bu tomonga kelgandik. Bu yerda ham bitta qator, ikkita qator ikkinchi qatorimizda ikkita petyani bitta qilib to'qidik. Yana orqaga qaytib 3-va 4-qatorimizni to'qib keldik. Hozir yana ikkinchi воздушный petyamizni ham ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Mana bu yerda изнаночный petyamiz bilan воздушный petyamizni ikkitasini bitta qilib изнаночный to'qishimiz kerak. Bu uchun mana bu petyani men bu tomonga bundoq aylantirib qo'yib olsam, ipini sal kaltaroq bo'lsa, mana bu ipimiz chiqib turmasin. Ikkita mana petyamizni hozir bitta qilib amallab изнаночный qilib to'qib olamiz. Qanaqa turib mana shu ipimizni kirgizib olishimiz kerak. Mana изнаночный qilib. Ipi bo'sh bo'lib tursa, mana bu yerda tortilib ipimiz ko'rinib qoladi. O'shaning uchun ustidan o'tkazib yubordim. Mana ikkita petyani bitta qilib to'qib oldik. Endi yana лицевой mana siqib oldim. Изнаночный, лицевой, oxirida ikkita petyamizni aykord usulida to'qiladi deb aytganda, mana ikkita petyani to'qimasdan oldim. Endi oldi tomonga o'tamiz. Mana bizni tugmaga teshigimiz ochildi. Men tugmalarim juda ham katta bo'lmagani uchun mana shu ikkita petyali teshik ochdim. Xohlasanglar aytganimdek 3 ta petya bilan ochishinglar mumkin. Unda o'sha 6 qator bilan to'qiysizlar. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta qatordan keyin 3 ta petya qilib, keyin bu yoqqa ketib, bu yoqda ham 6 qator to'qib, keyin birlashtirib ketamiz. Endi hozir bizda hozir nechta qator to'qilgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qator bo'ldi. Yana 2 qator to'qiganimizdan keyin uzorimizni to'qishni boshlaymiz. Uzorimizni endi faqat bu yerda 9 ta petyamizni, mana 9 ta petyamizni ajratib rezinka to'qiymiz. 9 ta petyamizni, qolgan petyalarimizni birinchi qator лицевой, ikkinchi qator изнаночный, uchinchi qator лицевой, to'rtinchi qator bitta лицевой, bitta изнаночный, bitta лицевой, лицевой tegi qatordan qilib, xuddi mana shu uzorimizni xuddi shu yo'l bilan to'qishda davom ettiramiz. Buni o'sha mana hammanglar tushunib oldinglar. Hozir mana 10 qator, yana 2 qator to'qiganimizdan keyin mana bu boshidan boshlab 9 ta petyamiz rezinka to'qiymiz va qolganini hammasini лицевой to'qiymiz. Keyin orqa tomon hammasini изнаночный to'qib kelib, 9 ta petyamizni yana birga bir rezinka bilan to'qiymiz. 3-qatorimizda yana xuddi shunaqa to'qishda davom ettiramiz. Hozir men ko'rsatib har bittasini vaqtimiz ko'p ketib qoladi deb o'ylayman. Mana hozir shuni to'qib, bu qatorimizni hozir mana 2 ta qator to'qib kelamiz. Keyin uzorimizni boshdan to'qiganimizni men ko'rsatib beraman sizlarga qanday to'qilishini. Keyin qolganini o'zimiz 37 qator uzor to'qiymiz. 37 qatorimiz почти 50 santimetr bo'ldi.
keyin tepasini birgalikda yana bu tomonini qanday mana bu tomonini qanday to'qigan bo'lsak, u tarafdan ham xuddi shunaqa qilib o'yindisini birgalikda to'qishni davom ettiramiz. Mana 12 qator rezinkamizni to'qib oldik. Endi uzoriga o'tamiz. Endi mana bu yerda 9 ta petlamizni rezinkaga, plankamizga ajratib qo'ydim. Plankamiz har doim o'ngda ham, tersda ham rezinka bilan to'qiladi. Birga bir rezinka bilan to'qishni davom ettiramiz. Mana birga bir rezinka bilan to'qib oldik. Endi aytganimdek, mana hamma birinchi petlalarimiz hammasi birinchi qatorimiz litsevoy bilan to'qiladi. Qatori oxirigacha hamma petlalarni litsevoy bilan to'qib keldik. Endi ikkinchi qatorimiz hamma petlalarimizni iznanishni bilan to'qib kelamiz. İkinci qatorimizni hammasini iznanishni bilan to'qib keldik. Plankamizni rezinka bilan, birga bir rezinka bilan uzor bo'yicha to'qidik. Endi 3-qator uzorimiz. 3-qator uzorimizda yana hamma petlalarimiz litsevoy to'qiladi. Plankamizni petlasini to'qib olamiz. Plankamizni 9 ta petlasini to'qib oldim. Endi yana hamma petlalarimiz uzor bo'yicha litsevoy to'qiladi. Mana 3-qator litsevoy qatorimiz. 3-qatorimizni to'qib keldik litsevoy qatorimizni. Endi 4-qatorimiz uzor bo'yicha 4-qatorimiz iznanishni litsevoy petlamiz tegi petlasidan olinadi. O'zimiz mana to'qigan uzorimiz, yana bir marta ko'rsatib, joylashishini ko'rsatib berdim. Bu tarafda qanaqa joylashishini, iznanishni litsevoy, iznanishni litsevoy, iznanishni xuddi shunaqa qilib qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Ana 4-qator uzorimizni to'qib keldik. Orqa tomondan to'qib kelganimizdan keyin mana endi ikkinchi uzorimiz to'qishga o'tamiz. Hozir mana birinchi qator uzorimizni to'qidik. 37 qator xuddi shunaqa tish uzor to'qishimiz kerak. 4 qatorda bitta to'qiladigan uzorimizni bu tomonimiz qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib 37 qator to'qiymiz. Keyin tugumaga teshik ochishimizni ham yana bir marta tushuntirib ketaman. Mana hozir birinchi tugmaga teshigimizni ochdik. Endi 1 2 3 4 5 beshinchisini to'qiganimizda xuddi mana shu orqa tomondan to'qib kelgan 4-qatorimizni to'qib kelganimizdan keyin orqa tomondan to'qib kelganimizdan keyin oxirigacha to'qib kelib, mana shu boshida keyin uzorimizni teshigini, tugmaga teshigini ikkinchisini ochib ketamiz. Keyingi tugmaga teshiklarni bo'lsa har 8-chi hisoblaymiz. 8 ta hisoblab 8-chisida ochamiz. Yana 8 ta hisoblab 8-chida ochamiz. Tugmaga teshik ochish esingizdan chiqib qolmasin. Faqatgina mana shu boshida, mana bu orqa tomondan iznanishni to'qib kelganimizdan keyin o'sha 8-qatordan boshidan ochib ketamiz. Chunki juda ham ko'p o'tib ketsa, mana bu orasi har xil bo'lib qoladi. O'shaning uchun rovna har qatorimizni mo'ljallab, o'sha qatorimizni mana 8-qator iznanish tomonidan to'qib kelgan qatorimizdan litsevoy qatorimizni to'qish boshlaganimizda tugmaga teshigimizni ochib ketishimiz kerak. Hozir 37 qator o'zimiz yana to'qib kelamiz. Bu tomonida keyin mana bu qo'ltiq o'yindisi bilan old o'yindisini ikkinchi tarafini yana birgalikda to'qishni davom ettiramiz. İkinci tomonini ham xuddi birinchi tomondek qilib to'qib keldim. Faqatgina ikkinchi tomonimizda plankamiz bu tomonda, birinchi tomonimizda plankasi bu tomonda to'qilgan. Uzorlarimiz xuddi shunday, faqat tugmaga teshik ochdik. Tugmaga birinchi teshigimizni ochgandan keyin uzorimizni 5-qatorida ikkinchi teshigini ochdik. Yana 8-qatorda uchinchisi, keyin yana 8 ta, yana 8 ta, yana 8 ta qilib
общий mana nechta tugmaga teshik ochdik? 1 2 3 4 5 6. 6-chisini hozir birgalikda tugmaga teshigini ochib ketamiz. Ham tugmaga teshigini ochamiz. Ham bu yerda narigi tomonda esingizda bo'lsa 3 tasini bitta qilib og'dirib to'qigandik. Oldini kesim uchun. Keyin to'qib kelganimizdan keyin oxirida 9 ta petla rezinkasi, plankasi uchun, qo'ltiq plankamiz uchun 9 ta petla qo'shimcha olamiz. 9 ta petlamiz tugaguncha to'qiymiz joyida, bu yoqqa kelmasdan. 9 ta petlamiz tugagandan keyin yana 6 ta petlani belgilab qo'yib, yana orqaga qaytamiz. Qaytib boshlaganimizda bu yerda yana qisqartirmaymiz, chunki 4 ta qatorda bitta qisqartiramiz deb sizlarga boshda ham bu tomonda to'qiganimizni ham ko'rdinglar. To'qib kelamiz. Bu yerda kelayotganda mana bitta qisqartiramiz, ikkitasini bitta qilib, bu yoqqa kelamiz, yana mana 4-qatorimizda yana ikkitasini bitta qilib to'qib kelamiz. Xuddi shuni ham hozir birgalikda to'qiymiz. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, yozasizlar. Men tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Hozir mana birgalikda to'qiymiz. Mana bu yerda birinchi hozir tugmaga teshik ochamiz. Keyin yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Tugmaga, teshikka ko'rsatganimdek ochishga agar qiynalsanglar, oddiy yoki tugmalar kichkina bo'lsa, oddiy tugmaga teshik ochib ketishinglar mumkin. Hozir men sizlarga buni ham ko'rsatib ketaman. Mana shu yerda, chunki mana birinchi tomondagi teshik juda ham tez kattalashib ketadi. O'shaning uchun men hozir mana shu yerda ko'rsatib ketmoqchiman. Mana 4 ta petlarni to'qidim. Ikkita litsevoy, iznanchniy litsevoy. Endi mana oddiy har doimgi mana tugmaga teshik ochadigan usulimiz bilan ko'rsatib ketaman. Bu safar mana oxirgisini bitta petlarni mana aylantirib oldim, воздушный petlarni. Endi mana buni chiqib ketdi. Hozir to'g'rilab olamiz. Chiqib ketdi. Hozir to'g'rilab oldim. Kamerada to'g'rilash ozgina qiyinchilik tug'diradi ham vaqtinglarni olmaslik uchun. Mana buni yo'lini to'g'rilab oldim. Bu ikkitasini mana bu yerda naketimiz bor va ikkitasini bitta qilib to'qib olamiz. Naketimizni juda ham bo'sh ko'p olmaymiz, kam ham olmaymiz. O'rtacha tugmamizga loyiq bo'lishi uchun o'rtacha qilib to'g'rilab olamiz. Mana qolgan petlalarimizni to'qiymiz. Общий mana 9 ta petlam to'qildi. Bitta petla воздушный qo'shdim, ikkitasini bitta qilib litsevoy orqasiga mana iznanchniy kirgizib to'qib oldim. Endi mana oxirgi tugmaga teshigimizni ochib oldik. Plankasini to'qib kelganimizdan keyin mana bu yerda 3 ta petlarni bitta qilib olishimiz kerak. 3 ta petlarimizni bitta qilib to'qib olamiz. Mana chap tomonga og'dirib to'qib olamiz. Endi uzorimiz bo'yicha bu birinchi qatorimiz. Birinchi qatorimizda hamma petlalarimiz litsevoy to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha litsevoy petlalar bilan to'qib kelamiz. Qatorimiz oxirigacha litsevoy petlalar bilan to'qib keldim. 9 ta petlarimizni отдельно qilib belgilab oldim, adashmasligimiz uchun. Hozir biz bu tomondan qo'tiq o'yindisi uchun petla terib olamiz. Hozir mana ters tomondan sразу shundan petlalarimizni terib olamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 çıkıp gitti. 6 7 8 9. Mana 9 ta petla qo'shimcha petla oldim hozir. 9 ta qo'shimcha petla olganimizdan keyin hozir biz plankamizni qanaqa to'qilish yo'liga qarab to'qiymiz. Biz birinchi ikkita petlarimiz litsevoy bo'lishi kerak o'ng tomonda. O'shaning uchun bu yerdagi petlalarimizni biz iznanchni to'qib ketishimiz kerak.
iloji bo'lsa birinchi petlamni to'qimasdan olib ketaman. Ikkinchi petlamizni mana chiqib ketdi yana. Ikkinchi petlamizni iznanочный qilib olishga harakat qilaman mana. Iznanочный to'qib olaman ikkinchi petlamni. Ko'p bunaqasiga iznanочный olish ozgina qiyinroq ekan. Mana iznanочный qilib oldim. Bu petlamiz, ikkita petlamiz iznanочный, oldidan лицевой, orqadan to'qilmasdan olinadigan petlamiz. Hozir men to'qib ketdim, so'tilib ketmasligi uchun. Endi лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, iznanочный. Hozir bizda nechta petla bo'ldi? 1 2 3 4 8 ta petlamiz bo'ldi. 9-chi petlamiz bilan hozir 9-chi petlamiz va 9 bilan yondagi ikkita petlani bitta qilib biz лицевой qilib to'qiymiz. O'ng tomondan shunda iznanочный bo'ladi. Mana 3 ta petlani bitta qilib hozir 9-chi petlamiz bilan yonidagi ikkita petlani bitta qilib olamiz. Shunda mana to'qib oldik. Endi biz hozir bu tomondan bizda ikkita petlamiz ketdi. Endi biz orqaga qaytamiz yana. Orqaga qaytib yana mana лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, iznanочный. Ikkita petlamizni endi bu tarafda лицевой qilib to'qib olamiz. Mana ikkita petlamiz лицевой qilib to'qildi. Endi orqa tomonni to'qiganimizda ikkita petlamizni to'qimasdan olamiz. Esingizda bo'lsa, ikkita petlamizni mana to'qimasdan oldim. Endi лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, iznanочный. Oxirgi petlamiz 9-chi petlamiz. Mana 9-chi petlamizni hozir ikkitasini bitta qilib yonidagi mana bu petlalar bilan 9-chi petlani yonidagi petla bilan bitta qilib to'qib olamiz. Mana endi yana orqaga qaytamiz. Yana orqaga qaytib xuddi narigi tomonda sizlarga ko'rsatganimdek qilib to'qiladi. Bu xuddi o'sha bir xil to'qiladi. Faqatgina petlamizni bu tomondan terganimiz uchun men sizlarga yana ham ko'rsatib berishga harakat qildim. Mana endi orqaga qaytamiz yana. Xuddi shuna qilib to'qiladi. Mana birinchi petlani, ikkinchi petlani to'qimasdan olamiz. Bu iznanочный tomondan iznanочный petlalarimiz to'qilmaydi. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Mana лицевой petlamizni endi ikkita petla bilan bitta qilib, birinchisida 3tasini bitta, keyingisida 2tasini bitta, keyingisida yana 3tasini bitta, keyingisida yana 2tasini bitta. Xuddi shuna qilib 6 yoki 7 marta, aniq esimda yo'q, o'z to'qiganda bilinadi, ko'rasizlar. Xuddi shuna qilib qisqartirib 9 ta petlamizni tugatib olganimizdan keyin 6 ta petlamizni belgilaymizda ikkinchi taraf to'qishga o'tamiz. Mana yana orqa tomonni xuddi shuna aytgandek bu tarafga kelganimizda hozir 9-chi petlamiz bilan mana yondagi 10-chi petlani bitta qilib to'qiymiz. Yana to'qib borib kelgandan keyin keyingisi 3tasini bitta qilib olamiz. Yana borib kelgandan keyin yana xuddi shuna qilib bu tarafdagi petlalarimizni ham hozir tugatib kelamiz. O'sha ko'rib tushunmagan bo'lsanglar kerak. Narigi tomonda ham xuddi shuna to'qidik. Buni ko'rsatib o'tirishimni vaqt ketkizib ko'rsatib o'tirishim foydasi yo'q. Hozir mana 3 6 7 8 mana 3tasini bitta qilib olamiz. Yana orqaga qaytamiz. Xuddi shuna qilib men videoda adashishim mumkin, o'shaning uchun bu yog'iga o'zingizlar bemalol to'qib ketishinglar mumkin. Juda ham oson. Petlalarni bir safarida ikkitasini bitta, bir safarini 3tasini bitta qilib
qisqartirib yana orqaga qaytib ketaveramiz. Mana 9 ta petlyamizni qisqartirib oldik. Qisqartirib olganimizdan keyin mana oxirgi petlyamizni ikkitasini bitta qilib oldim. Qisqartirib olganimizdan keyin mana markerimiz qoladi. Yana bu yerdan mana 6 ta petlyamizni belgilab olaman. 6 ta petля orqasida ham, oldida ham, ikkita yonida 6 ta petlyamiz qisqaradi. Bu 9 ta petlyamiz, bu yerda qo'shilgan petlyamizni 9 ta petlyamizni qisqartirib oldik. O'shaning uchun 9 ta petля o'rniga ketganda bizni spitsamizda yana o'sha qo'shimchasiz petlyamiz qolishi kerak. Bu yerda 3 tasini bitta qisqartirdik. Qolgan petlalarimiz hammasi olgan petlyamiz bilan bir xil qoladi. Hozir mana bu yerda 6 ta petlyani belgilab olganimizdan keyin hozir uzorimiz bo'yicha ikkinchi qatorimiz, hamma petlalarimiz iznanishni bilan to'qiladi. Qator boshigacha to'qib kelamiz. Ikkinchi qatorimizni ham iznanishni petlalar bilan to'qib keldik. Mana bu yerda лицевой изнаночный mana bu petля воздушный petля qilgan qator petlyamizni лицевой to'qidim, изнаночный лицевой ikkita petlyani mana to'qimasdan oldim. Endi keyingi qatorimiz mana 3-qatorimiz. Bu 3-qatorimizda bu yerda petля qisqartirmaymiz. 3 tasini bitta qilib qisqartirganimizdan keyin birinchi qatorda qisqartirdik, ikkinchisini to'qib keldik. Endi 3-chisida qisqartirmaymiz. 4-chisini to'qib kelganimizdan keyin keyingi qatorda yana qisqartirib ketamiz. Xuddi shunaqa 4 qatorda bitta, 4 qatorda bitta qilib qisqartirib ketamiz. Shunda sekin-sekin ochiladi. Plankamizni to'qib olamiz. Bu qatorimizni ham uzor bo'yicha hamma petlalarimiz лицевой bilan to'qiladi. Mana uzorimiz bo'yicha mana bu yergacha to'qib kelamiz. Bu yerda o'ng tomondan hozir birinchi to'qiganimizda ters tomondan faqat qisqartirgan bo'lsak, endi faqat o'ng tomondan qisqartiramiz, ters tomondan qisqartirmaymiz. Har o'ng qatorda mana shu 6 ta petlyamiz tugaguncha qisqartiramiz. Hozir birinchisida 3 tasini bitta qilib olamiz. Keyingi qatorlarda bitta-bittadan qilib to'qib kamaytirib boramiz. Har o'ng qatorimizda mana bu 6 ta petlyamizni kamaytiramiz. Bu yerda bo'lsa oldi qismimiz bu, mana oldi tugma qismimiz plankamizda har 4-qatorimizda, har 4 qatorda qisqartiramiz. Esingizdan chiqmasin. Narigi oldi tomonni to'qiganda ham men tushunarli qilib tushuntirishga harakat qildim. Hozir bu yerda ham ozgina ko'rsatib beraman. Qolganini bemalol o'zingizlar to'qishinglar mumkin. Keyin orqa tomonini to'qishga o'tamiz. Mana oxirida ikkita petlyam qoldi. Shu ikkita petlyamni hozir mana buni olib turamiz, markerimizni. Mana shu iznanishni petля bilan yondagi ikkita petlyani 3 tasini bitta qilib mana qisqartirib 3 tasini bitta qilib bekitib olamiz. Iznanishni qilib, chunki iznanishni petlyamiz bilan birga bekitilib ketyapti. Endi qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Faqatgina 6 ta petladan birinchisi 3 tasi bitta olinadi. Qolgan petlalar bitta-bittadan qisqartirib ketiladi. Ikkitasini bitta, ikkitasini bitta, ikkitasini bitta qilib qisqartiramiz. Bu o'yindisi chiroyli bo'lib chiqishi uchun birdaniga 3 tasini bitta qilib oldim. Qolganlarini bittadan qilib kamaytirib to'qishimiz mumkin. Endi orqa tomonini hammasini uzor bo'yicha to'qib ketamiz. Mana bu tomonni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Uzorda tushunmay qolmasligingiz uchun mana ikkita petlyani to'qimasdan oldim. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Endi mana 4 ta petlyamiz bo'lsa, ko'rinib turibdi mana ko'rganingizdek, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой mana. Hozir mana изнаночный to'qiyman, лицевой tegidan. Изнаночный to'qiyman, лицевой tegidan.
uzur bo'yicha 4-qatorimizni to'qib olamiz. Xuddi shuna qilib mana 4-qatorda to'qishni davom ettirasizlar. Keyingi qatordan yana 1-qatorimizdan to'qishimiz, uzuri 1-qatordan boshlaymiz yana. Mana 4-qator uzurimizni to'qib keldik, qatorimizni oxirigacha. Endi bu yerda mana shu 4-qator to'qib kelganimizdan keyin mana shu yerda ikkitasini bitta qilamiz. Yana 4 qator to'qiganimizdan keyin xuddi shuna qilib mana bitta litsevой, bitta iznanchniy qilib to'qilgan qator ko'rinib turgan qatorimizda ikkitasini bitta qilib qisqartiramiz. Iznanchniy tomondan umuman qisqartirishimiz bo'lmaydi, faqatgina mana 9ta petlyamizni yedirib olishimiz uchun ichkari tomondan to'qidik, iznanchniy tomondan qisqartirdik. Endi qolgan petyalarimizni mana bu 6 ta qo'shimcha qisqartirayotgan petlyamizni o'ng tomondan qisqartiramiz. Bu tomondagi petyamizni ham o'ng tomondan qisqartiramiz. Ters tomondan umuman qisqartirishimiz bo'lmaydi. Hozir yana bir marta mana qisqartirishimizni ko'rsatib ketaman. Keyin qolganini o'zingizlar davom ettirishinglar mumkin. Bu juda ham oson, qiyin joyi qolmadi. Birinchi tomonni qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shuna qilib ikkinchi tomonni ham davom ettirib ketasizlar. Mana iznanchniy petyamizni hozir mana bu iznanchniy petyamizni mana bu litsevой bilan olamiz. Hozir mana bu litsevой ham to'g'rilab olaman. Mana bu litsevой bilan 9-petyamiz mana ko'rayotganingizdek 9-petyamiz bilan 10-petyamizni ikkitasini bitta qilib iznanchniy qilib to'qidim. Xohlasanglar aytganimdek mana bu litsevой, mana litsevой ketgan qator bilan olib ketishinglar mumkin. Litsevой bilan yondagini qisqartirib ketsanglar, shunda litsevой qisqarib ketadi. Planka qalinroq ko'rinadi. Men plankasini qalin bo'lishini xohlamadim, o'shaning uchun shunaqa adashdim. Mana hozir biz markerimizni qo'yib ketamiz. Mana har qatorda sanamaslik uchun plankamizga marker qo'yib olsak juda ham oson bo'ladi to'qishimiz. Qatorimizni oxirigacha to'qib kelamiz. Qatorimiz oxirida yana ikkitasini bitta qilib qisqartiramiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. Mana bu 4 ta petyamiz qoluvdi. O'sha 4 ta petyamiz mana bittasi mana bu yerda mana 1 2 3 4 8 9 ta petyamiz. Yonda bitta petya bilan birgalikda ikkitasini bitta qilib mana iznanchniy qilib to'qib olamiz. Men faqat iznanchniy bilan qisqartirganman. O'zingizlar ko'ringlar, balkim litsevой aytganimdek litsevой qilib qisqartirib ketishinglar mumkin. O'zingizlarga qanaqa chiroyli ko'rinsa, men iznanchniy qilib chiziq bo'lib chiqishi uchun iznanchniy qilib qisqartirdim. Oldidan ham, qo'ltiqdan ham iznanchniy petya bilan qisqartirishga harakat qildim. Mana iznanchniida ozgina bo'lsa ham chiziq hosil bo'ladi. O'shaning uchun endi mana hozir bu yerda 3 ta petyamiz qoldi. 3 ta qisqartirishimiz uchun aytganimdek har o'ng qatorimizda ikkitasini bitta mana bu iznanchniy bilan yondagini, keyingisida yana iznanchniy bilan bu yondagini xuddi shuna qilib 3 ta qatorda yana qisqartirishimiz qoldi. Bu tomonni aytganimdek har uzori 1-qatorida mana litsevой iznanchniy to'qilgan 1-qatorida ikkitasini bitta qisqartiramiz. Qolgan qatorlarda qisqartirmaymiz. Где-то 10-qatorigacha xuddi shuna qilib qisqartirib boramiz. Petyalarimiz yetarli uzunlikda, yetarli petyamiz qolguncha to'qib qisqartirib boramiz. Xuddi narigi tomonda qanday to'qigan bo'lsak, xuddi shunday qilib to'qishda davom ettiramiz. Yetarli petyamiz qolgandan keyin 16 ta qator bo'lguncha shunda qisqartirmasdan to'qib kelamiz. 16-qatorimizdan keyin qo'ltiq yelka kesimini, yelkasini 3-4 marta borib kelib bekitamiz. Xuddi birinchi tomonda qanday to'qigan bo'lsa, ikkinchi tomoni ham xuddi shunday to'qiladi. Umuman o'zgarish yo'q. Faqatgina aytganimdek qo'ltiq o'yindisi bilan mana bu plankamizni joyi almashgan bo'lgani uchun cho'may qolmasliklari uchun men sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildim. Qanaqa qilib qisqartirishimizni. Endi o'zimiz kerakli uzunlik bo'lguncha to'qib kelamiz. Keyin buni bekitib, orqa tomonini to'qishni davom ettiramiz.